Assalomu alaykum barchaga. Namangan viloyati Norin tumanidamiz. Biz bu joyga naves qilib berish uchun, agrejniya qilib berish uchun kelganmiz. Hozir o'lchab, hamma yoqlarini kelishib, ularni qilib bo'ldik. Xudo xolasa 1 oyda uстановка qilishga vaqt surib olganmiz. Bu joyga nabishni boshqacha, o'zgacha eng chiroyli variantda naves qilib beramiz. Kim shunaqa xonadoni bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsalaringiz, sizlar bilan narxlar bo'yicha, dizaynlar bo'yicha hamma yo'g'ini kelishamiz. Kelishganimizdan keyin sizni xonadoningizni cho'tki qilib, chiroyli qilib sizga chizib ko'rsatib beramiz. Ushbu formatda u sizga ma'qul kelsa, o'sha tempda yasaymiz yoki ma'qul kelmadi, o'zgartirib bunaqa joylarni desangiz, sizga o'zgartirib beramiz. O'zgartirganimizdan keyin siz ma'qul deganingizdan keyin o'sha bo'yicha ishni boshlaymiz. Xudo xolasa bitta chizib ko'rsatganimizda ma'qul dedilar, xuddi shunaqa tayyorlab beradigan bo'ldik. Inshaalloh cho'tki qilib tayyorlaymiz. 1 oy vaqt ketadi. 1 oyda olib kelib uстановkalar qilamiz. Bitta zo'r neobishni joyi bor. Buni bitgandan keyin video obzorida ko'rsatib beramiz. Bizni tomosha qilinglar. Bunaqa holatda hali tayyor bo'lgan. Inshaalloh buni xuddi shunaqa tayyorlab beramiz. Bemalol aloqaga chiqasizlar. Sizlarning ham xuddi shunaqa joylaringiz bor. Shunaqa qor zo'r qilib burchakka qilib qo'ygansizlar. Qor yoqqan, yomg'ir yoqqan, nima bo'ladigan bo'lsa, tepasini yopish kerak bo'lsa, pastki nomerlarga aloqaga chiqsalaringiz to'liq ma'lumot beramiz. Zakaz qilasiz, sizlarga ham qo'yib beramiz.